Assalomu alaykum. Hurmatli Soat Avto kanali obunachilar do'stlar, bugun sizlarga navbatdagi reklamamiz arzonundan, zo'rundan Captiva chiqsa, aytdigan obunachilar uchun do'stlar, Captiva 1 keldi. Polni 4 qilingan do'stlar, original zapchastlarda 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Bu do'stlar 4 qilish uchun bilasizlar, kapot, krilo almashadi, hamma narsasi original zapchastlar qo'yilgan, polni bo'yalgan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Krilo, kapot, fara, bamper, 4 tane disk balon, paroklari, arka bufeller, hamma narsasi originalda zapchastlarda qo'yilgan do'stlar. Kraskasi polni bo'yalgan do'stlar. Holati zo'r holatda turibdi. Mashinamizni polni garib tekshirib haydab ko'rishingiz mumkin. Narx ham zo'r narxda turibdi do'stlar. 50 million bersangizlar, bank etib ham beramiz. O'zining tan narxi 110 million so'm do'stlar. Xohlasangiz через bank etib chiqarib beramiz. Xohlasangiz barter varianti bor do'stlar. Xullas, tayyor avtomobil 1 gram aybi yo'q. Umuman kamchilik yo'q do'stlar, qarasi yetdi. Bilasizlar, 3.2 motor, вообще zo'r motor bo'ladi bu. 2 dona 90lik metan gaz ham qo'ygan mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 2 dona 90lik metan gaz ham bor. Xullas, tayyor avtomobil. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, pastda nomerlar turadi. Bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Obshipka holatlar ham zo'r do'stlar, qirchilib, chizilib ketmagan, matov turibdi. Sidinalarni ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. 1 gram yirtiq chiziq degan narsa tushmagan. Rullar ham zo'rundan qo'yilgan. Xullas, Pioneer maytafonlar originaldan tayyor avtomobil do'stlar. Kimga qiziqarli bo'lsa, motor ходовой korobkasini javob beriladi do'stlar. Ideal состоянияda. Pastda nomerlar turadi, bemalol aloqa qilsangiz mumkin do'stlar. Narxi 110 million so'm, barter varianti ham bor.